hammani ofitsialniy millioner qilib qo'ydingiz. 10 yil ichida naloglarimiz 2 barobarga tushib ketdi. Bemalol ochuv ko'rsatyapmiz. Hamma narsamizni, оборотimizni mazza qilib ishlayapmiz. Oldingi ishxonamizda kichkinagina joyda o'tirardi. Chet ellik kelsa bizga mol berishga qo'rqardi, mahsulot berishga qo'rqardi. Konvertatsiyani oldin oylab, yillab o'tirardi. Oxiri chet ellik bizdan ishonmas, senga bermayman boshqa mol derdi. Keyin oxir majbur bo'lardi, birjaga borardi, sxemalar qilardi, bir amallab to'lab berardi chet elga. Hozirgi kunda qarang, shotimizda turgan pulni 1 soatda 1 kunda chiqib ketadi. Hech qanaqa problema yo'q. Hammamiz mazza qilib yurimiz. Hamma tadbirkor mana shu o'tirgan zavodlarning aksionerlari o'tiribdi. Hammasini oboroti milliard hammani ofitsialniy millioner qilib qo'ydingiz. O'shaning uchun bu juda ham kattakon rahmat sizga, hammani bilmaslar. Sog' bo'ling. Shu производствоdan ishlashga ikkita masala bor edi, shunda yordam bera oling. Marhamat. Bizda shu zavodimizdan ishlash uchun yo'l yo'q. Ikkinchisi svet. Ikkovini ham protokolga yozinglar. Infrastruktura bo'lmasa, bo'lmaydi bu ishlar. Umuman aziz, mana ko'rding qanday jo'shqinlik bilan gaplashyapsan. Ishonch paydo bo'ldi senda, g'urur paydo bo'ldi. Hamkorlar ishonyapti. Yangi O'zbekiston shabodasi kirgani rost bo'lsin iloyim. Tadbirkor ikkita bolani ish bilan ta'minlaganda yelkamda ko'taraman deb va'da berganman. Albatta hamma tadbirkorlarni qo'llayman, lekin Farm Prom bo'yicha tadbirkorlarni alohida qo'llab-quvvatlashga yana bir marta men sizlarning oldlaringda buni aytmoqchimanki, butun komandam bilan faqat prezident emas, hamma sizlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ishlaringizga muvaffaqiyat.